100 yil oldingi gap. Nima qayoqqa ketadi? Ishchining topqani xo'jayinning xaltasiga ketadi. Savdogarning topqani o'g'il to'yisiga ketadi. Toshkent ko'nchilarining topqani qishlik to'kma bilan yozliq gapga ketadi. Qimorbozning topqani gardgan bilan 4 ta oshiqqa ketadi. Bedanavozning topqani tariqqa ketadi. Muridning topqani eshonga ketadi, eshonning topqani 8 ta xotinga ketadi. Xotinlarning topqanlari issiq sovuqchi domlaga ketadi. Boybachchaning topqani turk vino bilan barish nahonlarga ketadi. Yoshlarning topqanlari upa elik bilan o'sma surmalarga ketadi. Eski shahar isполкомining topqani har xil yuqori shefsuolarga ketadi. Baladiya bo'limining topqani xizmatchilarning maoshiga ketadi. Vaqf sho'basining topqani idorasini bejash uchun qip-qizil gilamlarga ketadi. Otning topqani eshakka ketadi, bo'rining topqani tulkiga ketadi. Mushtumning topqani turkistonliklarning tumshug'iga ketadi. Ushbularni o'qigan kishining dami dambalig'iga ketadi. Bizning topqanimiz achchiq tiziqqa ketadi deb mulla Julqunboy yozdilar. Mushtum izoh beryapti. Yozganlaringizning hammasi ham havoga ketadi deb biz ham muhrimizni bosdik. Mushtum 1923-yil. Abdulla Qodiriy.